Moshenniksan, aldama, bunaqa daromad O'zbekistonda 50 million bo'lishi mumkin emas deganlar uchun kelinglar sizlar bilan bankdan qonuniy daromadimizni ozgina miqdorini yechib olamiz. Birinchi bo'lib, naqd pul olish uchun bankdan chek daftarcha ochtirasiz. Xodimlar juda ham chiroyli tarzda menga chek daftarcha ochib berdi va uning ichini to'ldirib chiqasiz. Necha pul summa olmoqchisiz, danliklaringiz hammasi men YTT orqali, ya'ni qonuniy o'zimni shotimga har oyda 50 milliondan 100 milliongacha bir oylik daromadimni tushiraman va uni xohlasam naqd pul ko'rinishida, xohlasam kartamda ishlataman, lekin menga kartada ishlatish juda ham udobniy, lekin juda ham ko'pchiliklarni talab va istaklariga binoan mana chek daftarcha ko'rib turibsizlar, chek orqali qonuniy o'zimni oyligimni bankdan naqd pul ko'rinishida xohlasam dollarda, xohlasam so'mda olaman. Bu yerda mana 9 million bankda mana o'chirtimni kutib turib, qonuniy yechib olyapman. Juda ham ko'pchilik O'zbekistonda bunaqa 100 millionlab daromad topib bo'lmaydi. Biz 5 yil, 7 yil institutlarda o'qib ham bunaqa daromad topa olmaymiz-ku deb yozishadi. O'zim ham oliy ma'lumotli institutni bitirgan pedagogman, lekin u kasbimni tanlaganim yo'q va aynan o'zimni Eva produkti, ya'ni tarmoqli marketingda ko'rganman. Va hozirgi kunda bir oylik daromadim 50 million, 100 millionni tashkil etadi. Agarda siz ham shunaqa katta daromadlarni topishni xohlasangiz, qonuniy kompaniyaga hamma ayol qizlarni taklif etaman, hammasini noldan o'rgataman.